Hayvonlar qizil qalpoqchani juda ham adashtirganiga xafa bo'lib, o'zi nihoyat maqsad qilib buvisini uyi tomon otlanibdi. Va nihoyat buvisini topishga muvaffaq bo'libdi. Qayerlarda bo'lding? Shunaqangi maktabni ko'rdingmi? Voy asal qizim. Olib kelding, rahmat. Demak, sen 90-maxsus maktabda bo'lgansan. Bu maktabda juda ham fidoyi rahbarlar ishlaydi. Shuning uchun sizni men o'zim birga boraman. O'sha maktabga borib, biz hamma darslarni, korreksion darslarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Shu tariqa buvi maktab sari yo'l olibdi. Assalomu alaykum buvijon, maktabimizga xush kelibsiz. Rahmat, hormaylar. Salomat bo'ling. Bugun bizning maktabda ajoyib bir tantana. Odatda bizning maktabimizda deyarli har kun bayram. Bugun ajoyib bir bayram. Marhamat, maktabimizdagi ushbu bayramni ko'rib, guvohi bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. O'quvchilar, hammalaringiz hormanglar. Mana bugun 24-may, oxirgi o'quv kuni, 25 mayda oxirgi qo'ng'iroqni boshlaymiz. Hammalaringiz maktablaringga olib keldik. Kelajakda shu yerda o'qib, bilimli olishni tilayman. Hozir shu topshirdim. Rahmat buvijon. Endi esa sizga ajoyib bir badiiy kechamizdan bir lavha namoyish etamiz. Aynan siz haqingizda, buyuk ayollar haqida, ushbu maktabda fidoyi xizmatlarini namoyon qilayotgan ayollar haqida ajoyib bir qo'shiq taronasini taqdim etamiz. Marhamat.